Yo, what's up, nigger? Bola oynashlar. Bugun sizlar bilan birgalikda o'sha hacker va biz horrorga qaytdik. Bashariy qo'l. Qanday? Yo. Ha, xola. Nima gap? Stop. Ana yurdimmi? What the fuck? Bir ko'rinishidan odam qo'rqib ketadi-yu. Qaranglar, tumma hammacha va qanaqadir bema'ni joylar. Okey, bolalar, bizani juda ko'p horror modlar kutib turibdi oldimizda. What the fuck? Mana boshlandi o'sha. Birinchisi boshlandi. Mana bu g'alati ko'zlar basharinga. Obunachilar, biz bu yerda tirik qolishimiz kerak. Xo'sh, unda biz rivojlanishni boshlasak, bizga birinchi o'rinda daraxt kerak. Mana bunaqa binafsha daraxtlar kerak emas, umuman. Xo'p, o'zimizda oddiy daraxtlar kerak. O, mana bu yerda shaxta ham bor ekan. Kakras, mana shu yerda rivojlana olsak bo'ladi. Mayli, necho shunaqa daraxtdan ham olaveramiz. Bo'ldi, men hozirdan cho'chib ketayman. Bizani bugun yana nimalar kutib turibdi. Va bu safar bizada qurol yo'q. Oldin yaxshiroq edi, qurolimiz bor edi. Uncha qo'rqmas edik. Okey, hozircha hech kim yo'q. Berstak, let's go. Nima bu? O't ekan. Bola o'tdan qo'rqib qoldi odam. What the fuck? Mana shu yerdan tosh qazib ketamiz. Kirka, let's go. Tezlash. Biz toshga ega bo'ldik. Endi toshlik kirka. Hozircha hayot yaxshi. Hayotda umuman nolish yo'q. Prosta qanaqadir g'alati tovushlar kelyapti va tuma. Nolmaymiz. Undan 8 qo'yaman hozircha. Hayotimga. Endi bizda bitta topor solamiz. Mana bu tipada ko'z nima ekan, ha? Odam cho'chib ketyapti hamma narsada. Zrobda fakillar solaman mana bu ko'mirdan. Fakilni ikkinchi qo'lga olib olib. Xo'p, bizani hali Herobrine ham kutib turibdi. Bolalar, Herobrine ko'rdim men kirishdan oldin. Va g'alati hayvonlar. Bolalar, juda qo'rqib ketyapman men. Mana bu yerda ham ko'mir bor ekan. What the fuck? G'alati ovozlar kelyapti bolalar. Halitdan. Ishlayapsizlarmi sizlar ham? Hozircha emas yaxshi. Xo'p, versagimizni olib ketamiz. Va endi go sayohatga. Bu yerda sayohatni ham bilmaydi odam nima qilishdi. Asta-sekinlik bilan sal ochiqroq joy topishga harakat qilamiz bolalar. Bu yerda o'sha daraxtning orqasidan nimadir qarab tursa odam cho'chib ketaveradi. Shuncha ochiqroq joy izlaymiz a. Oy, ovqat qo'rqib ketdim mana ham ko'rib. Hozircha emas yaxshi. Okey. Ochiqroq joy Prosta ochiqroq joy izlayman men. Bratchika orqadan o'zimni o'ldirayaptim-da. What the fuck, ko'rdinglarmi? Jetil katta og'zi ochiq jetil qarab turdi. Yurib kelyapti men oldimga. Yo'qqa borish xato. Ana bu yoqqa kech bo'lyapti bola. Biz qo'y topishimiz kerak. Hali qilayotgan ishimiz juda ko'p. Kechga men yurgim kelmayapti. Men tezroq uxlab ertaroq yurgim kelyapti bu yerda. Ana bu yerda qanaqadir joy topdim. O'sha yerga boramiz. Asta tushib olsak. Let's go. Menimcha yaxshi joyga o'xshayapti. Qaranglar, bizga ovqat, ana bu yerda ham ko'mir bor ekan. Bizga ovqat kerak. Let's go. Uchib qoldi meni fakili. What the fuck? Qotdi. Asam timela qottirib. Biz olamiz. Go. O'sha yorug'lik tomonga boramiz. Ozgina taxt olib ketay. Okay. What the fuck? Men yaxshiroq joy izlayotdi. Odamni qovurgan-ku yo'da. Men necha boraylikcha ovqat bo'ldi. Bratchika. Men fakilim ham uchib qoldi-da. Men yordam beraverdim. Yesa bo'lmaydimi buni? Xatyabi. Odam qorni och qoldi, endi nima deysizlar? Necha. Ochiqroq joy topishimiz kerak. Bo'lmasam kech bo'lganda biz yana o'lib ketishimiz ham mumkin. Sal teparoq chiqib olay. Tepada hech kim qarab o'tirmagan ekan o'zi bizda-ya. Let's go. Biz o'sha tepaga chiqdik. Bu yerda nimalar bor? Yo, ovqat kerak, ovqat. Qo'y kerak, bolalar, qo'y. Let's go. Let's go. Nima ikkita qo'y? Nima mana nega? Bitta o'q chiqsa bo'laydi-ku yana. Basharali ayo. Bitta o'q qo'y. Wow, ochiq joy topdim, yaxshi. Mana shu yerda biz o'zimiz baza qura olishimiz kerak. Ochiqroq joy ekan. Let's go. Let's fucking go. Uxlashimiz ham mumkin endi biz. Okay. Tezda yotoqxona qo'yib biz bosib olishimiz kerak. Bo'lmasa o'lib qolsa yana boshdan boshlaymiz. Nimaga hamma joy to'qib ketyapti? Nima bo'ladi? Mana ana yerda nima ko'rganday bo'ldi. Ko'zimga har xil narsa ko'rinib ketaveryapti. Asam deymeli, basharali shapaloq urayoraman. Tezroq bitta yotoqxona yasashimiz kerak. Bosib qo'ymasam yana boshdan boshlashga to'g'ri keladi. Bosdik. Bo'ldi, bizning tug'ilish joyimiz endi shu yerda. Bu yerda nimadir bor. Va mana bular nima? Menda savollar juda ko'p. Qanaqadir predmet struktura. Bu qabr bo'ldi mana. Da, qabr ichini ochish kerak qabr bo'lsa. Wow. Ko'rdinglarmi ochilishini qabrda? Yaxshi. Uncha kerak narsalar bor ekan-ku, ozgina lekin chidasa bo'ladi. Zato bor. Borga shukr qilish kerak va bazachani quraverish kerak. Okay, bola bizga birinchi o'rinda bitta pechka kerak. Pechkani bu yoqqa qo'ysak, ovqatlarni qovurib qo'yamiz. Mana bu torcham o'chib qoldi. Buni qanaqa yoqamiz? Unda bizga ko'proq daraxt kerak bo'ldi bizga. Navaloch bu yerda binafsha daraxtdan boshqa hech qaysi yo'q ekan. Mana shu binafsha daraxtlarni olaveramiz. Quyosh botsa ozgina yaxshiroq bo'lar ekan. Okey, menimcha boshlanishiga yetsa kerak taxtalarimiz. Bizda 26 ta emas, 64 ta, 264 ta taxtamiz bor. Ana ular nima ekan, ha? Odam o'ldiravermaykanmi bo'lsa? O'lim kelyapti lekin asta-asta. Basharalar yo'q. Biz uyni qurishda, ya'ni strukturasini
Nima buni birdaniga kechib qoldi. Uxlayman. Let's go uxlasa ular ekan. Oldingidek asam tiymasa kerak endi. Yaxshi. Bola biz uyni strukturasidan boshlayveramiz. Xo'p, o'rtalarni olib delaymiz. Birinchi o'rinda biz oddiy baza qurmasligimiz kerak bo'ldi. Biz o'zimizga yarasha normalroq baza qurishimiz kerak, kattaroq. Ko'rdinglar? Ana ko'rdinglar? Bo'lmay qoldi. Nicho. Chalg'imasligimiz kerak bo'ldi. Bu yerdan bitta bu yerdan va bitta stop. Mana bu kichkina qoldi bazamiz. Bitta xo'p, mayli bu yerdan. Ovqatimiz bo'ldimi? Mana. Mana bu yerni sanog'in bila olaylik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ta. 7 8 9. What the fuck? Shunaqa bilib qilyapman ishimni. Let's go. Bazani hozircha strukturasi tayyor. Endi qurib chiqish qoldi. U nega? Menimcha tayyor. Buning tagi hali biz sal tiparoq qilishimiz kerak o'z bazamizni. Tipadan kuzatishga yaxshiroq bo'ladi. Tiparoq qilsa 1 2 3 4 5 deb endi tepaga chiqmoqchi edim, keyin qanaqa tushaman? Shuning uchun birinchi o'ylash kerak. Bo'la, o'ylamasdan ish qilmaslik kerak. Mana qani mana. Bo'ldi. Bola biz hali shaxtaga ham tushishimiz kerak. Bizga temir kerak. Chilaga yasashim kerak. Men tepadan tushish uchun devorlarni qilib chiqamiz. Taxta bizga juda ko'p kerak bo'ldi. Bu juda kam bo'libdi taxtamizda hozir. Hali bularni sindirib ketmasa bo'ldi. Hozircha jimjitlik. Hech nima xavf solmayapti. Bu juda yaxshi. Biz o'zimiz bazamiz tezroq qurib olishimiz kerak. Let's go, bizga taxta qolmadi bo'ldi. Mana bular nima ekan? Go, bizga binafsha taxta kerak yana. Ko'proq oldimizdagi taxtalarni olib tashlaymiz kerak emas. Yaxshi ham ochiqroq joydan qurdim. Bu ideya bo'ldi sizlar. Agar horror o'ynasanglar, ochiqroq joydan quringlar. Kimdir kelsa sразу ko'rinadi. Deb mana uni ham aytsa bo'la. What the fuck? Ko'zi chiqib ketgan. What the fuck? Yo! Odam qo'rqib qoldi. 1 2 1 2 3 24 42 364 67 87. Basharasiga ot tepib ketganmi? Biz safimizga qo'shilmoqchi bo'lsak, neger bo'lishing kerak, tushunarlimi? Men teparoq chiqaman. Basharang Qanday? Prachka nervinlimi? O'zingni asabroq ekan lekin. Buni bildik. O'ldirish kerak uni. Yo'qolib qoldi. Qayerga yo'qoldi? Uyimning orqasidami? Ko'rib ham bo'lmaydi endi. Basharang yo'q. Necha bir tekshirmasak bo'lmaydi. Biz uyimizni qurishimiz kerak. Prachka yo'q hozircha. Yaxshi. Men uchun niyati boshqa edi. Umuman boshqa edi. Bo'lmasa bunaqa o'rlimga tipirchilarim chiqib kelmaydi. Biroq uyimizni bitkazishimiz kerak. Baza ya'ni uy emas. Uy bilan bazani farqi bor bo'ldi. Uy prosta chiroy uchun qurilayotgan kichkinagina house. Bu baza esa kattaroq, normalroq, hamma joyi uylanib ishlangan, qilingan, ya'ni qulay bo'lish kerak bo'ldi. Har tomonlama. Xo'p, mana shu taxta olsa yaxshi. Let's go. Mana buni olamiz endi. Hozircha hammasi yaxshi. Tezroq taxtalar olib, bazani qurishimiz kerak. O'la, biza faqatgina baza qurib cheklanib qolmaymiz. Biza rivojlanishimiz kerak, narsalar ekishimiz kerak, qo'y ferma, mol ferma qilishimiz kerak, shaxtalar tushishimiz kerak. Hali bizani qilayotgan ishimiz ko'p. Bu seriya hali davom etadi bo'ldi. Lekin hozircha hammasi yaxshi. Bitta brachkalar ko'rinib qoladi, yo'qolib qoladi. Ovqatimiz tayyor, yana qovurib qo'yamiz. Go. Bitta eshik qilaymi? Eshik. O, boshqacha eshik chiqargan-a bunda. Eshikni qayerdan qilamiz bo'ldi? O'ylash kerak buni. Mana shular yoqmayapti, mana shu nurlar. Eshikni bu yerda nur bor. Bu yerga qilmaslik kerak. Menimcha mana shu yerdan bo'lgani yaxshi eshik. Okay, pastini yopib olamiz. Shiringa yo'g'im. Sindi. Yangi topor yasab oling. Okay, eshikni qo'ysa endi. Yur yaxshi. Xo'p, eshigimiz tayyor. Endi bitta bunaqa va bizga zina kerak bo'ldi. Mana bu yerdan chiqishga. Unda oldi esa mana bu yerni yopib oling, qo'rqibdi odam. Ochiq turganga. Bo'yaniki brachkalarga o'xshatganlarga umuman farqi yo'q. Chiqib kelaveradi. Asta tushib olamiz demoqchi edim. Voy, qonim. Go'volla, mana bularni birinchi taxlab oling, yaxshiroq joyga qo'yib oling. Bu yoqda turadi, bu yoqda turadi. Yotoqxona mana bu yoqda turadi. Let's go. Hech kim yo'qmi? Mehmon chaqirmaganman men, hech kim kelayotmasin. Umuman butunlayga kelmasin hech kim. Go'volla, biza endi bitta lapatkasi olishim kerak. Men pastni uchun pol qilamiz biz chiroyligina. Hamma joyini buzib chiqishimiz kerak. Yomg'ir boshladi. Bu yomonlik belgisi. Kech bo'ldi. Bitta xulola keyin qo'ygan davom ettiraman. Xo'p, ertalab tong va biz yana ishni boshladik. Tovuqlar o'zi qichqirishni boshladi. To'xtanglar-da. Menda ideya bor. Bola zina qilishning o'rniga mana bulardan olsaychi. Mana bu yerda ham ikkita zina bor. Mana bu. Nice. Endi zinaga bekorga taxtamiz ketkazib o'tmaymiz. Mana shularni qo'yamiz zinaga. Bizda yana ikkita bor. Yaxshi. Okay, bular biz tayyorlaymiz. Mana. Yo'q, 5 tami. Go, eshikni yopib qo'y. Let's go. Basharingga yo'q. Bizda taxta qolmadi. Yo, bormi? Bor ekan hali. Ancha bor ekan. Anchagina ko'p. Bu horrorga lekin bizda qurollar bo'lmaydi. Shuning uchun ozgina cho'chib yurish kerak. Lekin men yaxshi joydan baza quryapman. Uncha-munchaga odamlar kelolmaydi, qo'rqitolmaydi. Uzoqdan kelamiz. Ungacha tayyorlanib, qo'rqishga, bemalol baqirishga tayyorlanib turaman. Bizda taxta qolmadi.
deganimda meni boshim aylanish boshladi. Bu qancha tugadi? What the fuck? Ko'z nurlari. Boshim. Yaxhi o'tsetdi. Muncha ko'p davom etar ekan bu. Mayli ungacha men o'rganib olishim kerak bunaqa yurishga. Mana shu yerga tushar ekanman. To'g'ri turibmanmi men? Okey. Mana buni buzib tashlaymiz. Nechta buzilyapti? Ko'zimga 28 ta ko'rinyapti buzilishlar. Xo'p, bola bizni daraxtga olib kelishimiz kerak. Qayerga boryapman bilmayman. Binafsha daraxt, binafsha. Voy, qo'rqitman, bashiringga yo'g'im. Okey, tugadi bo'ldi. Bizga yana daraxt kerak. Stop. Mana bu yerda. Uni samolyotga chiqarib o'ynatay. What the fuck? Adashimman, uzoqdan kimdir keladi, qo'rqmayman deb. Basharing yo'g'im, basharamga chiqib keldi. Puxtan battar modlar bular. Okey, qo'rqmaymiz vallahi biz erkak kishimiz. Basharing yo'g'im, men erkak bo'lsam ham qo'rqaman. Nima gaping bu? Ha? Bu videoni qizlar ham ko'radi. Gaping bormi? Qo'rqitdi. Men video yaxshi chiqsin. Qaranglar. Menga bu gapimdan o'zi yugurib kelayotgan ular. Siring biloldim-ki, basharingga tuyoqcha. Men qarab turdim-ku. Yo, uni. Yo. Bir divorlar qanaqa o'tyapti buni udarlar. Qizil nur, yana ko'zlar. Bu hayotga necha quysa bo'ladi bu hayotga? Mayli necha 5 hozircha. Eshik nima ochdi? Kim ochdi eshikni? Men odam qo'rqitmaylar, eshigimni ochib qo'yib. Eshikni tammalaymanmi deyman, ikkita eshik qo'yaman. Bazamizni davom ettiraveralaylik. Qolgan bekor. Soat necha bo'ldi? Soat 2 ga vaqtdirda qoyil odamni. Yana kech bo'lyapti hamma joy. Odam kim bo'ldi-nu? Bu lekin bizlar safimizga qo'shilsa ularga. Qaranglar rangini. Necha uzoqda ekan, aytdim-ku, shu uchun sizlar sal uzoqroqda qurish, mana shunaqa ochiq joyda qurish kerak dedi. Qarab o'tiraverayni o'shalarda. Masharingga yo'q, men tushmayman, tushishimni xohlayapti-da endi. Ovqatlanib olay. Fu, men senga yeb qo'y, yeb. Go'bolalar endi biz mana bularni buzib, taxt olib kelishimiz kerak. Yana biz juda kattaroq qilishimiz kerak. O'zimizni bazamizni. Bular ideya bor. Men mana shunaqa faqat blok bilan tepa chiqishda o'rniga, undan ko'ra men narvon yasasamchi. Okey, 9 ta narvon yetsa kerak. Basharingga yo'g'im, necha marta kelasan? Sen narvon. Yo, kelibdi. Narvonni qo'yib qo'y tezroq. Go. Qansan? Ana, eshikni ochdi. Sen qanday ochalasan? Basharingga qara. Qani tepadan qaraylik-chi. Yo'qolib qoldimi? Voy. U tepaga chiqolardi-ku. Flows kimada? Yo'qoldi, yaxshi. Kech bo'lyapti, vallahi biz daraxt olib kelishga ulgursak kerak menimcha. Go pastga tushib olamiz. Ko'rasizlarmi? O'rganish kerak deyman. Menimcha endi hech kim yo'q. Hammasi o'sha yerdan paydo bo'lar ekan, bildik. Endi biz daraxtga ketdik, daraxt tezroq. Biroq daraxt olib ketishim kerak. Yo'q. Ha, xola. Nima gap? Men hech nima qilmadimmi? Dorimni ichib uxlayman, ana. Bo'ldi, keting. Bo'ldi, yurolmay qoldim. Dorimni ichib uxlayman. Tut-top ketay daqda. Bo'ldi, всё. Gapiz gap. Qanaqa ovozlar kelishni boshlayapti yana? Qizcham ovoz kulyapti. Floss. O'tayveraman, men nima farqi? O'ldiraveraman. Qiz bo'lasanmi? Mana ko'zni qaraylar turishini. Meni bunday rom etolmaysan. Tushundingmi? Men ko'zlarga qiziqmayman. Men boshqa ko'zlarga. Oy chiqish payti bo'lyapti. Hech qolmayman uyimga. Eshigim qani? Nima meni eshigim kim buzib ketdi? Uxla, tinchgina uxla. Eshigimni ham buzib ketayotgan darajada floss ekan ular. Tambalayman hali eshikni ikkitalab. Vakil kerak bo'ldi. Vakilim uchib qo'ygan meni. Xo'p, tepada nima gaplar bir chiqaylikchi? Buyurlar yaxshi. Hayotimiz yaxshi ketyapti hozircha. Kimdirlar baqiryapti, yordam deb. Kimdir yordam bersin deb. Lekin bizga umuman farqi yo'q. Yordam kerak bo'lsa, o'zing yordam ber. Men o'zimga yordam kerak bo'lyapti. Menimcha yetadi bolalar. Bizning bazamizning balandligi mana shu yerda to'xtatishimizga to'g'ri keladi. O'zim bizga har doim taxt olib kelib odam charchadi ham. Baqirib ham. Har taxtga bossam bitta xola keladimi, bir desa echki keladimi, og'zi katta jetil keladimi? Yo.